O'sha trendga chiqib ketgan ventilyator увлажнителimiz mashinaga tushadimi deb so'ragan edinglar. Mana hozir mashinaga qo'yib qo'ydik. Buni o'zingizlarga xohlagancha moslashtirib, xohlagan joylarga qo'yib olsanglar bo'ladi. Ishlashini sizlarga endi bitta ko'rsatib beramiz. Ko'rayotganinglarda ventilyatorining 3 ta положенияsi bor. Dahshat chiqarib beryapti. Mashinani konditsionerini ishlatib, benzinni ko'p ishlatib yurishingiz shart emas. Dahshat chiqarib beryapti, to'g'risi. Undan tashqari увлажнителlar bor. Уже ancha muzdaylashdi havo, mana parlantirib berayotgandan keyin yana bitta zo'r tomoni, mana shu yerda shundan ochasizlar. Mana shu yerga atir sepib qo'ysanglar, bu mashinani salonini ham shirin hidli qilib berib turadi. Buni bemalol pastga, tepaga o'zingizlarga regirovka qilaverasizlar. Mashinaga o'zingizlarga xohlagan joyga qo'yib, tepasiga shunday suv qo'yib qo'ysanglar, ham bunaqa namlantirib turadi, ham havoni ham vobshem zo'r qilib beryapti. Ancha konditsionerda yura olmaydiganlar yoki benzinni ekonom qilmoqchi bo'lganlar mana shu narsani maslahat beramiz, qo'ysanglar bo'ladi. Ko'rayotganinglardek oddiy перекрутитель 12 voltda ishlaydi. Buni qora va oq, yashil ranglari bor. Bemalol buyurtma bersanglar bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz.